Men bu kadrni qanday qildim? Ko'rib chiqamiz. Demak, bizda tayyor kadrlar bor. Kadrlarni olib timeline'ga tashlaymiz. Musiqaning avjiga qarab kadrlarni taxlab chiqamiz. Videomiz yanada dinamik chiqishi uchun markazdagi obyektimizni qirqib olamiz. Rasmni fotorum ilovasiga tashlab, orqa fonni qirqib olamiz. Endi muzikamizning eng avj nuqtasiga kelganda, mana shu obyektimizni shu ko'rinishda joylashtirib chiqamiz. Obyektimizni navajinaga tashlab, yuqoridan pastga tushib keladigan qilib tayyorlaymiz. Va natijasi xuddi shunday bo'lishi kerak. Endi kadrlar tezligini mana shunday ko'rinishda taxlab chiqamiz. Va shuning bilan bizning videomiz tayyor bo'ldi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.